Ukam, to'xalxona qanaqa ekan? Bitta o'dziv. Interyerga ham shu gap yo'q. Interyer, komfort, funksiya yorgan lekin gap yo'q. Qaranglar, mana bitta salfetka. Salfetkani olgin. Qani ishlatyapsan, olib ishlat. Ishlat bo'lgandan keyin endi tashlab yubor. Mana ko'ryapsizlar, komfortda. Mana podsetkalarga qaranglar. Mana bular hammasini bitta liniya bo'lib taxlab qo'yishganini qaranglar. Zabardast bahot qilib qo'yishgan. Interyerga alohida respekt. Germetичный fugalar qilib qo'yishibdi. Burchaklarni sayqallab dum-dumaloq qilib qo'yishibdi. Ustalarni lekin original ishlabdi. Mana luklarni qaranglar. Sekin ochilib, sekin yopiladi. Mana bu chig'anoqlarga-chi. Tualetni bitta ko'ramiz, qaranglar. Kirganingizda yengil o'zi yonadi svet. Ruslar atko'ziga necha? Nevidimiy ishinglar, atko'ziga toshdan zabardast qilishibdi. Masjidga o'zini hissasini qo'shganlardan Alloh rozi bo'lsin. Odamni bahri dili yayraydi, deb bor-ku. Videoni tanishingizga jo'natib